Damas kaltisini qoldi. Hoshini chiqaramiz. Xudo xolisa o'zida cho'tga bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Aniq joyda ko'rdim. Sinib qo'ygan. Ichida qolib ketdi. Chiqariluvchi shuni ko'ramiz hozir. Yaxshi bo'ladi. Buni hamma usulini qilib ko'rdik. Mana bunaqa narsa ham ishlatdik. Kley bilan tortishdi, bo'lmadi. Ya'ni bitta yo'li hozir hammasini uchiga payka qilaman-da. Chiqazaveramiz. Xullas, zamokka ichida kaliti turgan joyda chiqarib bo'lmadi. Amallab yechib oldim. Buni endi ustaga olib borib kopiyasini qildirib olish kerak. Uni payka qilib chiqarmoqchi edim, turgan joyda bo'lmadi. Xullas, yechdik amallab. Endi buni olib borib kopiya qildirib olsangiz ustasiga, kalchiligi, xohlasa bo'ldi, yaxshi bo'lib ketadi.